Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Partilgan sükut programımızın ikinci sahne görüşünlerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli kıyımdaşlar, bugün bu programını Partilgan sükut isim bilen atışım, yani ikinci sahnede atışımda ne maksat var desana. Çünkü birinci sahnede biz hem Allah'a malum ki biz uçuk söhbet programımızdan tuyuqsuzdan bo'lib qolganligi uchun hurmatli Abdurahmon Hasan akamiz o'z vaqtida kaplan tuyuqsuzlik kirdi va oilasining beshiga kelgan bu ishlarni tuyuqsizlaman degan televizorga chiqay degandim deb kelganligi uchun u vaqtida jiddiy shaklda bo'lib qolganligi uchun shu uçuk söhbet har qatim davomlashib kelayotgan shu programmamizningki davomi shaklida ham stüdyoga algan bulduk mehman sübtede. Şunun kendinden bu programın içindeki o programda anlatılgan nesle elbette hemen ilgili sahnimizde dep diyendim. Belki hemmeler anladığınlar hazırki için en köp körülgen naiti köp körülüvatkan nurgulluğun yüzlügen inkasla ile hem kündeki kilovatıda nurgun o akbarat çıkkandıkken dünyanın harikası şeylerdeki nüfuzluk akbaratlarımı kep Abdurahman Hasan akımızını hazırgacha to'xtamay ziyorat qilib o'tdi. Xitoyning qanchalik vahshiy bir maxluq ekanligini bu dalil isbotliq e'lon qilinganligi uchun suratlar bilan hammasi beshiga kelgan hamma narsani anlatib ekranga chiqarganligi uchun axborotningki mayli Turkiyada bo'lsin yoki xalqarada bo'lsin axborotning uning bo'lgan qiziqishi nihoyatda kuchli bo'ldi hamda. Va men programmada ilgiriksan programmamda degandim, bu inshaalloh sizning anglatganlaringiz bu başlangıç öp qilishi mumkin inşallah. Çünkü her bir Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizniki chat eldiki sizninki hikoyangizga o'xshaydigan ming turli hikoyalar var aslida. Ama qarindoshlarimiz bir xil shaklda o'zgarib qolarmiki yoki bir ish bo'lib qolarmiki yoki vatanimizdagi boshqa urug' tuqqanlarga ziyon yetib qolmasin degandek andishalar bilan xilma-xil andishalar bilan sukut qilib kelgandi. Nurgul hammamiz shu bu hammamiz bilamiz bu ishlarni. Bu bir başlangıç olib qolsin degandim. İnşallah bugünkü söhbetimizde yana bir akimiz vatandan umid chiqqali uzun bo'lmagan vatandan yangi chiqqanlar hisoblanadigan bir akimiz bugun studiomizga kelib o'zining beshiga kelganlarini, oilasining beshiga kelganlarini anlatib berishni kelganligi uchun taklifimizni qabul qilganligi uchun ham bugundan boshlab bu programmaning ismini Partilgan sukut degan ism bilan qo'yishni muvaffaq topdim. Çünkü uzun yıllardan beri sükut qilib kelyapmiz, xalqimiz beshiga kelayotgan hali ham Turkiyada bo'lsinmi, minglagan qarindoshlarimiz va shu sükut ichida mayli ota-onalar urug' tuqqanlarning beshiga kelgan bu zulm, bu vahshiyliklarni sükut qilib o'tkazayotganligi uchun. İnşallah yana bu sükutlar texambak bundan keyin ko'plagan hikoyalarni anglashimiz mumkin. Hem Türkçe berayotgan, Türkçe e'lon qilayotgan programmamizda Tanık ismi bilan Türkçe başladık. Türkçe'de iki kısım çıktı. Birinci kısmı Abdurahman Hasan akimizdinki, ikinci kısım bir hemşehrimizdinki. Onu e'lon qildik. Tekrar tünü gün geçti. İnşallah bu şunday devam qildi. Hem Türk xalqiga, Türkiye'deki hem şu xalqimizning ichidagi xalqimizga bo'layotgan bu ishlarni Uyg'ur tilida anlatilgan bilan bu albatta buni diqqat qiladigan nurg'un tillarga tarjima qilib ham berildi bu narsa. İnşallah bu devam bo'lib qolishini umid qilamiz. Bugun qimmatli vaqtini chiqarib kelganligi uchun hurmatli Ro'zjon Tavakkul apandimga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Oldi bilan ziyoratimizni qabul qilib kelganligingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Allah razı olsun. Hurmatli Ro'zjon aka deysiz mendan cho'ng bo'lgan ekan. Oldi bilan siz bir tunib o'tsak sizning kimligingizni ve kaçan çıkardınız bir kısıkçı tanışış filan Türkiye'ye kaçan geldiniz? Siz kim? Bunu tanıp öteyin aldılar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve Aleyküm Selam. Ben 2016 yılları ikinci ayınki birinci ayının 28 yani ikinci ayının başları Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye gelip verdi özündeki balalarını bakış, balalarımıza talim terbiye beriş, normal bir insan buluş, salatı iyi kılış. Türkiye'de, Türkiye'de okutub mektep bildim şu Türkiye'ninki kanunluk mekteplerinde okutub balalarını terbiyelep kilovatkandım. Şunun ayakışıp aradan bir yıl ötte zor tutkan kavim kardeşimizden hiç kandak bir alağa kılanmadık.
bu aloqalanmagandan keyin bizning ko'nglimiz nayt yerim bo'ldi. Bizlar emas bu bizga o'xshash necha minglagan qarindoshlarimizning bu ko'ngli yerim bu ahvolni bayqab biz başta biz endi o'zimizning bilganlar bo'yicha his qilgan mishadi. Vatandan kelgan zulm shikoyatlar bir qism shildan ko'nglimiz yerim bo'lib, bizning oilamiz urutib qolmiz, nima bo'lib ketgandi deb shu sababdan o'zimizni bilgan oxiri bir mishaga dadil qadam bilan keldik. Vatandan qaysi shahardan? Biz Qashqar shahridan. Xo'sh. Vatanda endi chet elga chiqib qolishingizdagi sabab, ya'ni Xitoyninki shu yerdagi besimlardan, shu nimadan sababdan chiqdingizmi yoki faqat bunday aylanib keladi deb chiqdingizmi? Hijrat qilib chiqishingizga sabab? Chet elga chiqishlik sabab men bal tarbiyalash vatanda bir qism ishlarga ko'zim yetmay, ham o'zimning bolalarni tarbiyalagach, o'sha dunyoda insondagi yashash bir imtiyozga to'liq bir egalash maqsad qilib. Xo'sh. Chet elga tushkun bo'lgandan keyin o'zimizning vatan bo'lgandan keyin deb chiqqandim. Keyin bir 2 yil ahvol qarab tushaman, vatanga qaytib tushaman deb bunda o'ylasam bu vaziyat kundan kunga bu bizim siyosat değişip ketib, bunun Türkiye'ye tushishga imkoniyat bo'lmay, unutib qolib aloqani uzib telefonlarni taqab bu ahvol bo'lgandan keyin men takim bugungacha vatanga tushsam bo'ldi degan umidla yashab kelgan. Afsus bu vatandagi zulm shikoyatning dastidan ig'ir besimning dastidan vatanga qaytish imkoniyat bo'lmadi. Endi hozir Abay programından burun bilgan shu anamızninki iynisi bo'lgan Aysa Rasul hacimninki 62 yosh atrofidagi. Buning Xitoy turmusida o'ldirilganlik, hatto jasdining bermaganligini biroz burun mushahid so'zlashmoqchi bo'lib kirdingiz bu yerga. Endi bu odam qanday bir kishi edi Aysa Rasul? Va oldindan buning kirishdan burun siz vatanda hech qanday bir siyosiy Xitoyning degani bo'yicha hamda siyosiy jinoyatlar bilan bir turmalarga kirib, bunda bir tutilib, bunda bir qilib baqqan tarixingiz bormi? Yo'q. Hech qanday bir Ben vatanda o'zimning tijoratim, normal tijoratim, ben tijorat qilgan 15 yil bo'ldi. Hukumatning qonun prinsiplariga bo'ysungan asosda boj vergilarini to'lab, o'z yo'lda tartib, butun bozor boshqarish kelishga deymiz, u deymiz, bu deymiz, boj hammasini to'lab, shu qonunni, Xitoylarning qonunga shu izchil bo'ysunib tijorat qilib kelgan. Xo'sh. Shu asnoda tog'amga bir shikastlik yetdi. Yana turmuga ekirib 2015-yilning oyiga yana turmuga ekirib ketib savol so'roq qilib 2016-yilda yana 3-yilning oyiga shu asnoda tog'amning o'lgini turmida o'ltirib, o'lgini naga qo'yganligini. So'roq jarayonidami o'ltirayotgan gap? Turmida o'ltirayotgan. Shuning bilan bu tog'amning o'lgini bermagandan keyin bu qabrsiz qolganligini qattiq ishimiz qilib, afsuslanib bu uzun zamandan beri men aklımı kesem 40 yıldan beri normal ticaret qilib, shunday Xitoyning qonuniga bo'ysunib tijorat qilib, o'z tartibi bo'yicha tijorat qilib kelgan bir tog'am bo'lish bilan nayt bag'ri yumshoq bir kishida qo'ldan kas yetimlikni yo'qlaydigan. Tutib olib ketishdagi sababni nima ekanligini bilmaysizmi? Aysa Rasul tog'imizniki tutilish sababini. 62 yoshlik bir odam hamda. Tutib ekirish sababi hamda bir tog'am hamda bir shunday azdala be yetim yesirni yo'qlaydigan, bir xayr sahobatchi shunday ishlardan chunqur xabarim bor. Nima ish qildi Aysa Rasul? Bu urug'chilik, dardamanchilik, bundalar 86 tijorat deymiz, vatanda ko'ldan tog'imlar. Shu urug'chilik, dardaman. Qashqarda qildi. Qashqar O'rdalda. Bozorda uzun yillik aşağıda 30 yıldan aşağı ticaret qilib kelgan. Yani nurg'un odamlar taniydigan bir mo'ysif odamlar. Endi xalq ichida xalq cho'kkan, xalq taniydigan, yaxshi ko'radigan kishiga qilch zarari yo'q. Shunday bir odam edi. Shuning bilan bugun kunda Xitoyningki bu mushtumzirlik ostida hayotini oxirlashtirdi. Ya o'lgini bermadi, ya chiroyli bir dafn qilish munosabati bizni ega qilmadi. Şundan öz bizge ya kömep bilan qabrsiz qolganligini qattiq ichinib bilgan. O'ttirga chiqdim men bugun. Yani ailesiga, tog'imizning ailesiga dadani o'ltiribdi deblam shundan xabar qildik, yani Xitoyda aileler.
Ölüp ketdi dep şu tağamdan çoğun oğlunu bir azırak kösetken boldu. Şunu bilen kümbetdi biz urtuqqan cemaat hiç kim katnaşıqqa imkan vermedi. Şunu bilen az zamanki 1-20 yıldan eşipti 1-20 yıl 2 yıl kadam koydu. Şunu bilen bu tağamdan ailedeki balçaqlıları, ayıl balçaqlıları hiç qası bir haber alamadık. Andaki sizlar qancha bolasizlar masalan, sizning oilangizdan, ya'ni nechisniki urug' tuqqanligingizdan ma'zur hech qanday aloqa qilmaganligingizni biraz burun programma kirishdan burun paranglashdik. Qancha bir tuqqansiz, qanchalar bu yerda, qanchalar bilan aloqa qilishamayapsiz. Ham Misrda o'qiyotgan masalan akangizningki 2 bolasini Xitoy shu majburiy chaqirtib, tahdid ishiltib chaqirib ketganligini va shu ketgancha hech qanday izdirki bo'lmaganligini, turmaga tutilganligini dedim. Mushlar haqida bir ma'lumot beramiz. O'tgan yilninki oyga, ya'ni 2016 yilning oyga hozir taxminan 1 yilni oshdi shu. Xo'sh. Shu akam yani yeni tutsan deb bir qism besim uçurgan bo'lishi mumkin. Shuni bilan normal o'qiyotgan Misr Azhar universitetida. Normal o'qiyotgan hech qanday ish aralashmaydigan bola deydi. Bizning gapimiz mo'jiq. Balam mukammal tilsaga o'qishimdan boshqa hech qanday ish qilmayman deydigan. Bizim bir ya boshqa emas, shu tijorat ishimga aralashib qo'ydim aytdik-da. Xo'sh. Lekin o bola yo'q, men pulmo, tiplarni kim shahar o'qolay deb Azhar universitetida o'qiyotgan. Shu asnoda men telefonda ko'rishdim, chiqib ketsangmi, chiqib tasifkan bir desem yaqdadım telefon qilibdikan, belki yinib tushdi deb akamning, cho'ng akamning O vatanlik akangizniki bolalardi. Cho'ng akamning o'g'li, yana bir kendi akamning qizi ishkilar Misr dedi. Shu vaqt tushib ketib qoldi. Shuning bir hech qanday bir telefon aloqa, bir uchrashamadik. Shu bilan men Misrda qayt qolgandan keyin hammamizning kelayotgan beshiq musibat, bu musibat xabarini olgandan keyin biz mana aytdi. Ko'nglimiz yerim bo'ldi. Ketdi. Shundoq. Shundan ko'nglimiz yerim bo'ldi. Shuni qanday qilishimizni bilmay, kim istiqbolda bir o'zimizning shu beshimizga kelgan musibat dardlarni bir anglitishni loyiq topdik. Haqiqatan ajoyib bir ig'ir masalada hamda qadrli qaynasham shu masalan shu Aysa Rasul hajim kimiz yana Qashqar shahar nurg'on tunilgan xalq orasida yüz obro'yliq. Ya'ni Xitoy shu xalqning Uyg'ur xalqiga azroqlam bir manfaat yetib qilish ehtimoli bo'lgan, ko'zga ko'rinib qolgan yoki hech qanday ish qilmasa normal bir xalq bir yaxshilik qilib qo'ygan, xayr saxovat qilgan inson bo'lsa, masalan oxirgi yillarda ig'ir darajada buni eng cho'ng dushmani sifatida nishonga olib yo'qotib hamda Xitoy. Mushadimning masalan Aysa Rasul akamizning bir parcha rasmiga erishamiqdan o'zining urug' tuqqanlaridan bir parcha rasmi yo'q degan gapimda o'ylab boqaylik. Urug' tuqqanlar o'rtasida bir aloqa u bu nasib bo'ldi. Xitoyning qanchalik darajada zulm, qaysi darajada bo'lganligini hamda dunyoda bugun bir ishondirish buni ham deyilqa. Buni bu qaysidan tushuntirishga inson ojizlik qilgan. Bugünkidek taraqqiy qilgan bir davrda bir odamning rasmini o'zining urug' tuqqandan keyin o'zining tog'isining rasmini topqilinmaydigan darajada axborot qamal qilingan shunday bir darajada ahvol keldi hamda. Yana shu Aysa Yusuf, Aysa Rasul akamiz to'g'risida yana boshqa so'zlaydigan so'zlar bo'lsa so'zlab bersangiz. Endi bu tog'amninki endi 5 farzandli ayollari yana bo'lma normalda shu uy oila ayoli bolalar tijoratchi edi. Endi shuning bilan bu cho'ng o'g'lining ismi Tursun Aysa, ikkinchi o'g'lining ismi Abdumijid Aysa, üçüncü oğlunun ismi İbrahim Aysa, dördüncü oğlunun ismi Muhammed Aysa, yani bir kız sanımız var, küçük kızın Ayşem Aysa. Bu 5 farzandninki tağımninki hiç buldum mu Allah haber alamadık. Şunun bir aile kişileri, ayali, Ongul, Yasin. Bu ağacımızın muhabbeti yok şununla. Bu ahvalda biz ko'nglimizda intayı yerim. Şu bulunduğu tuqqanlığına ticaret ahvallarından özden işlerle aile ayarlı. Aktif ben demiş kentteki kadr şu başka kadınlar boysunup özden tertiple yaşayıp geliyotgan. Hepsiz bugün Gülsendan'ın bu
ulusqallarni qaysi holatda yipiq tarbiyalash markazlarimi yo boshqa o'rlar ekayotganligidan hech bir xabarimiz yo'q. Aysa Rasul akamizningki oilasidan hech qanday tutilib ketdi deb qaraymiz ko'pincha islan. Ana shunday. Aloqa bo'lmagandan keyin bir normalda bir odamdan tutilib qolganlik ehtimolligini yuqori ko'raman. Xo'sh. Shunday bo'lmoqda. Siz ham bu adir Xitoy doiralariga shu ekrandan va dunyo boshqa axborotlar ham chunki turkchaga beramiz buni. Ham axborotlar shu benim dediniz masalan programma kirishdan bo'lma shu tag'amninki bir qabrisi nerede? Bunun bir qabrisi bo'lish haqqi yo'qmi deb endi shuni. Buni anglatmoqchiman dedingiz ham. Shunday. Boshqa talablaringiz, nima talablaringiz yana? Boshqa talabimda mush tag'amniki Xitoyga nima chaqir qilsiz bu yerdan? Xitoyniki bu hech qanday Xitoy ziyon ilib kelmagan bir begunoh xalqniki bu kunni ko'rayotganiga bizniki nihoyatda intayin bir qiyin o'zimizniki bir tag'imiz bo'lganligi emas, boshqa qarindoshimiz bo'lganligi uchun shundoq tag'imiz bo'lganligimiz uchun buni bir deyishib bizning burchimiz deb qarab Benim tağamdan qabrisi nerede demek için? Tağamızdan qabrisini bilmey, biz ziyaret qilib basak bu qabrisini topolmaydigan bu hol shakllangan ekan. Biz bunga shu shikoyatni qilyapmiz endi. Xitoy hukumatining buni bir bizning vatandagi qarindoshlarimizniki urug' tuqqan ba'zi qarindoshlarimizniki mushular qilayotgan zulmlarni xalqarodan to'xtatishni, besim qilishni Xitoyga so'raymiz. Shundaqla barliq qarindoshlarimizniki bu kunning seriqini ko'rishdan iborat bu orzusini ro'yobga chiqishini so'raymiz. Endi bu urug' tuqqan qarindoshlarimiz barliq qarindoshlarimizniki hammasining adresi, ism, familiyasini tatib men buni tartiblaganimda xalqaro Birleşken Devletler Teşkilatı bunun nimasini berib qo'ydim. Shu aloqa qilishib bunga tizimlikni berib qo'ydim. Mana shu surish qilib turishimni men ojiz keldik biz. Mana shu surish qilib turishimni so'raymiz. Chunki bu hech qanday bir hokimiyat qarshi chiqqan bir xalq emas. Hokimiyat qarshi chiqqan xalq emas, o'zining tijoratdan ma'ni qilib kinish qilsa oladigan, ma'niga boy to'laydigan, o'zining ish bilan turgan xalqni bugungi kunda bunda yo'q desa bunun dünyanın sahip çıkışına, iyi oluşuna nazar tutup bu istiqlal televizyonuna geldim. Ne diyorsak. Hoş. Allah razı olsun. Hakikaten şundak sizdeki insanların ki Abdurrahman Hasan Efendi'deki insanların ki köp çıkışını ümit kılımız. Xitay'ın ki elbette bunundaki işlerin hemmesi Xitoy tajovuzlarining vatanimizda elib berayotgan shu zulmlarni dunyoga eli ham qancha mundaq qilib ketyapti, undaq qilib ketyapti degan bilan mana shunday dalil isbotli holatda mening tog'am, opam, ocham, shu urug' tuqqanlarim yo'q bu qani deb shunday chiqish albatta bu Xitoyni eng ko'p bearam qilgan xalqaroda texnik buning yuzini tushiradigan ahvollar bu endi inshaalloh yana mushadan yana Xitoy doiralariga va dunyoga nido qildingiz. Bu tag'amninki qabrisi nerede? Bunun bir qabrisi bo'lish haqqi yo'qmi? Yani bunu o'ltirmasangmi, o'ltirib bo'lding masalan. Bu hech bo'lmasa bunun qabrisi yerda bir duo qildiganga, men qabrisi ma'u deb jasadini bermayman deb o'zi bir taraf qilib o'tganimda. Yani nurg'ulg'an qarindoshlarimiz vatanda bundaq ishlar beshiga kelgan qarindoshlarimiz az emas. Chet elda yurayotgan nurg'un qarindoshlarimiz va endi bu nidoni qilgan bo'ldingiz inshaalloh sizning aqlingizdan yana ko'plagan qarindoshlarimizni kelishiga ishonamiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Mencha boshqa agarda deydigan so'zlaringiz bo'lmasa, o'sha to'xtatsak. Allah razı olsun ziyaretimizi qabul qilib bu ekranga chiqib berganligingiz uchun. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, qadrli qarindoshlar, Partlagan Sükut programımızdaki ikinci saniye müşahede ahırlaştı. Ziyaretimizi qabul qilib kelib bergan hurmatli Ro'zjan Tavakkul akamizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Yana bir qatimliq 3-son programmamizda, yana bu programda ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.